Aldığımızdaki bir qancha kunlarda Turkiyada Uyg'urlarning Xitoy hukumati va Xitoyparastlarga qarshi siyosiy faoliyatlari avj oldi. Birinchi, Seyit Dumturk Vatan Partiyasining boshlig'i Doğu Perinçek ustidan arz sundi. Vatan Partiyasining boshlig'i Doğu Perinçek bir televiziya programmasida 30 ming Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur Suriyada turklarga qarshi o'q chiqardi. Ularning hammasi terrorist deb töhmat qilgandan keyin Sharqiy Turkiston Milliy Qurultiyining boshlig'i Seyit Dumturk İstanbul Çağlayan Adliya Mahkamasiga Doğu Perinçek ustidan arz sundi. Seyit Dumturk 12 ayning 25 kuni Çağlayan Adliya Mahkamasi oldida muxbirlarga mundaq dedi. Bugun Sharqiy Turkistonliklar tarixiy bir kunga shohid bo'ladi. İstanbul Çağlayan Adliya Mahkamasida adolat, qonun va haqqoniyat yengib chiqadi. Oldingi hafta Doğu Perinçek bir televiziya programmasida Sharqiy Turkistonlik Uyg'urlarni terrorchi deb töhmat qildi. Sharqiy Turkistonliklar terrorchi emas, ham Turkiyaning dushmani emas. Sharqiy Turkistonliklar turk askarlariga o'q chiqarmaydi. Sharqiy Turkistonlik mujohidlarimiz Turkman askarlari bilan bir safda turib, Suriyadagi Asad rejimi va Rus ishg'oliyatiga qarshi kurash qilyotdi. Suriyada turk askarlariga o'q chiqarganlar yillar muqaddam Doğu Perinçek gul tutgan Abdullah Öcalanning askarlaridir. Millatimizni aldash urinmasin. 12 ayning 25 kuni Çağlayan Adliya Mahkamasi oldida Doğu Perinçekka qarshi Uyg'urlarla yig'ilib qolmay, Uyg'urlarni qo'llaydigan turklar qatnashib, Doğu Perinçekka bo'lgan g'azabini ifodaladi. Ikkinchi, Xitoy konsulining oldidagi namoyish kundan kunga diqqat tortmoqda. Necha aydan beri ko'cha rastalarda qo'llaridagi lozinka va urug' tuqqanlarining rasmlarini ko'tarib, Türk xalqining diqqatini qo'zg'ash uchun unsiz namoyish qilayotgan fidokor azmatlarimizning Istanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida ilib berayotgan namoyishi bugun 8-kunga qadam qo'ydi. Bu jarayonda nurg'ulg'an natijalarga erishdi. Chet el muxbirlari va Turkiya ichidagi ba'zi axborot o'rinlari kelib, ularni ziyorat qildi. Namoyishga qatnashganlar oizidagilar haqida konsulxonadagilarning aniq uchur berishini talab qilib kelgan bo'lsa-mu, konsulxona hech qanday uchur bermagani oz deb namoyishga qatnashganlarga tahdid xati chiqarib, darhol tarqalib ketishni, unda qilmaydi ekan oilasi haqida hech qanday uchur ololmaydiganligini aytdi. Namoyishning 7-kuni namoyishga 82 yoshlik cho'ng dadimizmi alohida kelib qatnashgan bo'lib, 2017-yildan beri oilasining hech qanday izlarigini ololmagan. Shundaqla miros rasmiyatlarini bejira olmagan. 28-esla konsulxona oldidagi namoyishga yana professor doktor Abdurashid Jalil Qarloq apandi Anqaradan kelib qatnashgan bo'lib, o'zining 4 yildan beri oilasining xabar ololmaganligi, Sharqiy Turkistonda kishilik huquq dafsandichiligining nihoyat og'ir ekanligi, u yerdagi insonlarning yaqinlari bilan aloqa qilishdan iborat eng oddiy insoniy huquqining yo'q ekanligini bildirdi. Namoyishning 8-kunida İstanbuldagi Xitoy konsulining oldida Uyg'urlarga madad va ilhom berish uchun İstanbul yaxshi partiya vakillari va Uyg'ur davosiga hassin qaytayotgan bir qism mashhur turklarmi kelib qo'tildi. Uzundan beri Uyg'urlar uchun so'zlab kelayotgan Marva Shabnam Uch xonim Twitter hisobida mundaq dedi. Ko'pincha o'qishlardan tarkib topgan yosh do'stlarimiz 8 kundan beri Xitoy konsulining oldida oilasidagilardan xabar olish uchun saqlayotdi. Lekin Xitoy konsulxonasidagilarning gunohini qabul qilsa, ahvol qarayimizdan iborat so'g'oq muomalasiga uchirdi. Uyg'ur qarindoshlarimizni ichki siyosatga tuturuq qilmay, ularga qo'linglardan kelishicha madad beringlar. Namoyishga kelgan İstanbul yaxshi partiya vakillari shu yerdagi Uyg'urlarning dardini angladi va yesdoshligini bildirib, mundaq dedi. Turkiya davlati buyuk davlatdir. O'xshash qon, o'xshash dinga mansub bo'lgan turk qarindoshlarining zulmga uchrashiga sukut qilib turmaydi. Vaqti kelganda eng qattiq shaklda javob qaytardi. Hozir Turkiya davlati va turk millati sabr qilyotdi. Ammo vaqti kelganda turk millatining-mi, davlatining-mi savri to'shidi. Dunyoning eng jiq nupsiga, eng ilg'or texnikasiga ega bo'lmasa-mu, bizning kuchimiz ularga darsini bera oladi. Sharqiy Turkiston bizning ota yurtimiz ve ana yurtimiz. Bizning ajdodimiz ve barliq tariximiz u yerda. Biz u yerda yaşamasaqmı, bir kuni chuqum ata yurtimizga qaytimiz.
xuddi Qarabağqa bayrog'imizni tiklagandek, ay yulduzliq ko'k bayrog'imizni Sharqiy Turkistonga tiklaymiz. Bu namoyishga qatnashganlar faqat o'z oilasininla emas, Uyg'ur rayonidagi millionlagan Uyg'urning ovozini dunyoga anglitishga tirishmoqda. 3. Turkiyada Uyg'urlarni o'tkazib berish kelishimi g'ulg'ula qo'zg'adi. Xitoyning 24 navbatli xalq qurultayida atalmış terrorlikqa qarshi turib, Turkiya Cumhuriyeti bilan Xitoy orasida jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimi ma'qullandi. Bu qonunning Xitoyda ma'qullanib, Turkiya Büyük Millat Majlisida qaytadan kun tartibga kirishi bilan Turkiyadagi Uyg'urlar orasida vahim paydo bo'ldi. Yillardan beri Turkiyani o'zining ikkinchi vatani bilib, oilasidagilar bilan aloqa qila olmasimi, Turkiyada o'zini bexatar his qilib yashayotgan Uyg'urlarga bu qonunning ma'qullanishi og'ir ruhiy bisim ilib keldi. Turkiyada Xitoylarga qarshi norozilik avj olgan mushundaq bir paytda Xitoyning bu kelishimni qaytadan o'ttirga elib chiqishi Uyg'ur xalqiga qo'rqinish silishdan boshqa bir ish emas. Turkiyadagi ba'zi kanallar tunugundan boshlab Uyg'urlarning qaytarilishi haqida xabar ishlab, Turk xalqini Uyg'ur qarindoshlariga ega chiqishga chaqirdi. TRT xabar kanali bu kelishim haqida tafsili to'xtalib, Xitoyda ma'qullangan jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimi Turkiyada Büyük Millat Majlisining kun tartibiga kirdi. Xitoyga qaytarilgandan keyin Uyg'ur qarindoshlarimizning beshiga qanday kunlar keldiganligini bilib turib, ularni yana Xitoyga qaytaramdiq. Bu bizga yarishamdi. Bu kelishimdan hammalar bearam bo'ldi. Bearam bo'lish uchun faqat Uyg'ur bo'lish emas, inson bo'lish lozim, deb qarshiligini ifodaladi. Fokus TV'ning tugungi xabarida bo'lsa, 12 ayning 11 kuni Turkiyaga kelishi mo'ljallangan vaksinalarning hozirgacha yetib kelolmasligi Xitoyning Turkiyaga Uyg'urlarni o'tkazib berish haqidagi bisimidan ekanligi o'ttirib qo'yildi. Fokus TV'ning bu xabari jamiyatda kuchli talash tortishga sabab bo'ldi. Türk xalqi, Turkiyaning siyosatchilari va mashhur kishilari birleşib bo'lib, o'zining shaxsiy sotsial media hisobida Uyg'ur turklari yolg'iz emas, Uyg'urlar qaytarilmasin temisida hashtag faoliyatini boshladi. Trump hukumati ma'muriy buyruq tushirib, Amerikaning Xitoy shirkatlariga mablag' silishini chekladi. Reuters agentligi Washington 28 dekabr xabari. Trump hukumati dushanba kuni ma'muriy buyruq tushirib, Amerikadagi mablag' solg'uvchilarning Xitoy armiyasi tarafidan kontrol qilinadi deb gumon qilingan shirkatlardan aksiya sotilishini chekladi. Moliya Ministerligi tor bekiti dushanba kuni doim uchraydigan masalalarni e'lon qilgan bo'lib, Reuters agentligi va boshqa taratqularning xabariga qaraganda, Trump hukumatining ichki qismida bu haqda qizg'in munozara bo'lganligi o'ttirib qo'yilgan. Ahvoldan xabardor kishining aytishicha, Amerika Davlat ishlari mahkamasi va Davlat mudofaa ministerligi Moliya ministerligining ma'muriy buyrug'ini yeniklatish taklifini rad qilgan. Ba'zi taratqular Moliya ministerligining ba'zi Xitoy tarmoq shirkatlarini Oqsaroy ijroiya buyrug'i doirasidan chiqarib o'tmoqchi bo'layotganligini xabar qildi. Bu ma'muriy buyruq Amerikadagi mablag' solg'uvchilarning 2021-yili 11-oydan boshlab harbiy orqa ko'rinishi bor deb qaralgan Xitoy hamkorligidagi 35 shirkatning aksiyasini sotilishini cheklaydi. 35 shirkatning ichida Xitoy davlatlik Haiyang nefis shirkati va Xitoydagi eng cho'ng o'zak ishlab chiqarish shirkati SMIC qatorliqlar bor. Çavuşan rəhbəri Kim Jong-un kelar oyda mamlakatlik qurultay o'tkazadi. Amerika ovozi 29 dekabr xabari. Çavuşan rəhbəri Kim Jong-un kelar oyda İşçilar Partiyasi 8-ci növbətlik mamlakatlik qurultayını içib, yeni iqtisadi və tashqi siyosatlarni tuzish orqali hokimiyat beshidagi 9 yildan beri duch kelgan eng og'ir xirsqa taqobil turmoqchi bo'lyotdi. Xitoy virusining kengayishi sababidan davlatning izchil taqa holatda turishi Çavuşanni xalqaro yetim qoldirdi hamda iqtisodiy bo'hron keltirib chiqarib, yemaklik yetishmaslik va bozor davolig'iga sabab bo'ladi. Shundaqla avom xalqqa vahima elib keladi.
Bu Çavşanның 5 yildan beri tunji qitim mamlakatli qurultay echishi bo'lib, bu qurultay ishchilar partiyasining eng yuqori qaror chiqarish organi hisoblanadi. 2016-yili İşçilar Partiyasi qurultayida Kim Jong-un yadro qurollarini taraqqiy qildirish irodasini qayta ta'kidlab, ulug'vor iqtisodiy taraqqiyot planini e'lon qilgan edi. Chegarani taqig'anligi sababidan Çavşanның Xitoy bilan bo'lgan savdosi oldingi 10 oyda 75% tuvanlagan. Koreya axborot organlarining aytishicha, shirkat xarakterlik tijoratlar bo'lsa, Kim Jong-un 2011-yili vazifaga o'tirgandan buyon eng tuvan saviyaga tushib qolgan. Uningdan boshqa shakar qatorliq boshqa tam-tangshuguvchi moddalarning bahosi 4 hassa o'rlab ketgan. Kim Jong-un hukumati iqtisodiy jazo, Xitoy virusining keng ko'lamda tarqalishi, tayfun bo'rini va yozdagi sel ofatlarining dehqonchilikqa ta'sir yetkazib, og'ir krizisga sabab bo'lganligini e'tirof qiladi ekan.